Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'at aka uka avtosavdo kanalining obunachilari. Bugun 27 sentyabr 2025-yil. Azon bilan savdomiz Lada 2115 avtomobilimiz bo'ldi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan propan gazlarda qo'yilgan yumshoq balon tayyor avtomobilimizni Elikkaladan kelgan Mardonbek og'amizga aksiyada qo'ygan bahamiz 20 million so'm naqd pul berdik. Ag'a savdodan rozimisiz? Roziman. Alın kelaverasizlar. Mashina aksiyaga tushib, aksiyadan arzon berdilar. Mashinalar yana aksiyada. Bahalardan ko'nglingiz oldimi? Bahalar zo'r, normalniy. Yana yomon emas. Почти 8 millionga qaytib tashladik yana. Yaxshi, rahmat hammangizga. Kelaverasizlar. Rahmat ag'a, yaxshi tilaklar uchun. Bizdan bundan ham yaxshi mashinalarni berib o'tiradi. Rahmat. Görüp o'tamiz mashinamizni sotganmiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, o'zlarimizda petnyashka deydilar bu avtomobilimizni. Propan gazlari ustanovka qilingan, yumshoq balon, salon holatlarini ham kuzatishlaringiz mumkin. Zo'r sostaniyadagi mashinamiz 50 kga gitti. Aksiya bahodan naqd pul 20 million so'm bo'ldi. Kelarasizlar do'stlar, shunday zo'r senalada mashinalarimiz ko'p. Bemalol kelib oradan kelish savdo qilib ketaverasizlar. Sizlarda ham shunday sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa, bemalol kelsangiz bo'ladi. Kelishsak naqd gelişmesek sotib qo'yish variantlari bor. Kelsangiz ham 5 salonimizdan bitadi. Hammalaringizni kutib qolamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni yoddan chiqarmaysizlar.